23-iyul kuni kechki soat 7larda So'x tumani Malbut qishlog'iga kuchli sel kelgan. Juda ham jiddiy zararlar yetkazgan. Nega chaman istamasyan to sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shu avlod, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamasyan to sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar Ko'rib turibsiz, sel yo'li mavjud, lekin afsuski mana shu yerga kelib faqat suvni o'zi kelmaganligi sababli, shag'al olib kelganligi sababli mana shu yerga suv to'planib chiqib ketgan va chiqqan zahoti birinchi mana shu chap tomondagi uyga jiddiy zarar yetkazgan. Qolgan adashmasam 27 ta uyga, mana shu ko'chadagi 27 ta uyga ham zarar yetkazgan. Assalomu alaykum So'xiyun aziz. Mana imroz modar dehi Malbut. Mana دیروز یک از آفت طبیعی آسیب دیده بود. من با سالداری حاکم ناحیه‌مون سیلوارو سیلبوسه من نورانی اومده منو دیدن کردیم. البته انچه آسیب کلان دیده است. از بوم خلق سوخ باستانی و حاکم ناحیه یک جا تشکر می‌گویم. qismatingda tilmasam seni bolam dema vatanim meni. Qismatingda tilmasam seni bolam dema vatanim meni. Qismatingda tilmasam seni bolam dema vatanim meni. Maqomlaring, kargohlaring, saraqbarlaring, savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqand bu Buxorolaring. Faxrim mening shashmaqonlaring, kargohlaring, saraqbarlaring, savlatiga dunyo bosh ekkan Samarqand bu Buxorolaring. Tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim meni. Tarixingni bilmasam seni bolam dema vatanim meni. Qismatingda tilmasam seni bolam dema vatanim meni. Qismatingda tilmasam seni bolam dema vatanim meni. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Buyuk safar boshlading mana, har qadamda qilding tantana. Farzandlarim boshim silagan sendayin yur ko'rmadim yana. Dilbandlarim boshin silagan sendayin yurt ko'rmadim yana. Agar qadring bilmasam